Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Farg'onadagi bog'chalarda o'nlab bolalar zaharlandi. Farg'ona shahridagi bir nechta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari ovqatdan zaharlanish alomatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Hozirda 60 dan ortiq bola statsionar davolanmoqda. Farg'ona shahrida 20-fevral kuni 2, 58 va 61 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida isitma, qorin og'rig'i, ko'ngil aynishi va ich ketishi kabi alomatlar kuzatilgan. 21-fevral soat 19:00 dan boshlab bolalar Farg'ona viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasiga murojaat qilgan. Shifokorlar tomonidan ularga o'tkir diareya kasalligi, alimentar etiologiyali tashxisi qo'yilib, diareya bo'limiga yotqizilgan. Hozirda 62 nafar bola statsionar davolanmoqda. Ularning holati qoniqarli deb baholanmoqda. Ota-onalarning aytishicha, taomlar Garden Catering Trade MCJ tomonidan yetkazib berilgan. 20-fevral kungi menyuda go'shtli taom, qo'shtirnoq ichidagi tipratikan tifteli ham bo'lgan. Ayrim murojaatchilar bolalar go'sht mahsulotidan zaharlangan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Viloyat hokimining 2024-yil 25-iyuldagi qaroriga muvofiq avval Quvasoy shahrida sinov tariqasida joriy etilgan catering tizimi keyinchalik Farg'ona shahridagi davlat bog'chalariga ham tatbiq etilgan. Keyinchalik mas'ul idoralar tomonidan mazkur korxona faoliyatida sanitariya va me'yoriy talablarga rioya qilinmagani aniqlangan. Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi ma'lum qilishicha, hozirda sanitariya-epidemiologik mutaxassislar bog'chalar va ovqat yetkazib beruvchi korxonada tekshiruv o'tkazib, laboratoriya tahlillari olib bormoqda. Eslatib o'tamiz, 2025-yil sentyabr oyida Toshkent viloyatidagi bog'chalarda ham ommaviy zaharlanish holati kuzatilgan. Oradan bir oy o'tib, Forish tumanidagi davlat bog'chalarida ham shunga o'xshash voqea sodir bo'lgan edi. Manba: darakchi.uz sayti.